Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Videoni befarq qoldirmanglar. Sababi bitta qadrdon akamiz dard chekyapti, buyrak yetishmovchiligi bo'lib, boshqa dardlari ham bor. Shu sababdan men ham shu videoni tarqatishni o'zimga lozim ko'rdim va like bossanglar ko'p odamlar ko'radi va moddiy tomondan yordam bera olmasanglar ham ko'p odamga, saxovatpesha odamlarga tarqalishiga sababchi bo'lasizlar. Xudo xolasa oldindan rahmat. Shu video murojaat qilishga majbur bo'ldik. Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Hammalaring oila a'zolari, hammalaring tinchmisizlar? Shu do'stimiz Dilmurodjonni hozirgi paytda bitta buyragi umuman ishlamaydi. Ikkinchi buyragi 70-80% ishlayapti. Boshiga shu kasallik bor ekan. Allohning izni bilan shifo tilab, harakat qilib shu video murojaat qilishga majbur bo'ldik. Avvalo Alloh kimdir duosi bilan, kimdir mablag'i bilan yordam berishsa, inshaalloh hammamiz xursand bo'lamiz. O'rtag'ami 2006-yili shu o'pkasida ozgina muammo bo'lib, suv ogizdirib, undan tashqari umurtqasidan operatsiya bo'lib, ancha qiyinchiliklarni o'tkazgan edi. Ikkinchi gruppa nogiron edi o'zi. Alloh mehribon zot shu do'stimga yana bir kasallik bilan buyrak yetishmovchilik bo'lgan. Bitta buyragi shu 10 yildan beri qurishni boshlab, o'sha hozirgi kunda ponni qurib bo'lgan ekan. Ikkinchi buyragiga hozir anchalar ta'sir qilib qo'yibdi. Hindistonda shifo istab, Hindistonga yo'llanma qilib berishgan ekan O'zbekiston doktorlari. Mablag' tomonlama ozgina qiyinchilik bo'lyapti. Sizlardan Allohning yo'lida ehson qilishlaringni so'raymiz. Avvalo Alloh, duolaringizda eslanglar hammalaring. 2 nafar farzandi bor. O'zi do'stimiz ancha qiyinchilik ko'rgan, yoshligidan o'zimiz bilamiz, guvohimiz. Otasiz o'sgan, yolg'iz onani qo'lida. Alhamdulillah, donor o'zini opasi. Baribir o'zini opasi donorlik qilgan taqdirda ham baribir mablag' tomonlama qiyinchilik bor. $35,000 kerak ekan. O'zi Andijon viloyati Shahrixon tumanida, Qorako'rpa MFYda yashaydi. Kasallik kuchaygandan o'sha badanlarga narsa toshishlar chiqishni boshladi. Bundan keyingi etapida o'sha komagacha tushib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun Hindistonga tez kunlarda jo'natib shu kasallikni oldini olish kerak. Inshaalloh ayni paytda shu Shahrixonlik do'stlarimiz, safarda yurgan birodarlar hammalariga shu kunda mablag' tomonlama muhtojmiz. Avvalo Alloh, iloji boricha iltimos sizlardan shu narsaga befarq bo'lmasdan qo'llaringdan kelganicha yordam berishlaringni iltimos qilib so'raymiz. Ehsonning mukofoti ehson bilan deyilgan, bu narsaga umuman shubha qilmaymiz. Hozirgi paytda bitta buyragi umuman ishlamaydi. Ikkinchi buyragi 70-80% ishlayapti. O'sha ishlayib turgan buyragidan mana shilanka chiqarib qo'yilgan. Shu Hindistonga borib Allohning izni bilan shifo topib ketsa, Xudo xolasa hech kimning boshiga bu kunlar tushmasin. Do'stimi shu turar manzili Andijon viloyati Shahrixon tumani Abdulla Qodiriy ko'chasi 25-uyda yashab keladi. Kimdir kelib yordam qilmoqchi bo'lsa, hamisha eshigimiz ochiq.